Bir narsani aniq tushunishimiz zarur. Yashirin iqtisodiyot avvalambor to'g'ri ishlayotgan tadbirkorlar faoliyatiga katta to'siq bo'layapti. Bugungi kunda intizomli tadbirkorlar qani adolatli raqobat degan haqli e'tirozini bildiryapti. Shuning uchun yashirin iqtisodiyot bilan kurashni yangi pog'onaga olib chiqamiz va natija qilish kerak. Jizzax viloyatidagi 112 ta xususiy tibbiyot muassasasida 188 nafar shifokor faoliyat ko'rsatadi. Biroq ularning xizmat ko'rsatish hajmi tahlil qilinganda 1 yilda qariyb 2.7 milliard so'mlik aylanma yashirib qolingani ma'lum bo'ldi. Buning natijasida byudjetga 324 million so'mdan ortiq qo'shilgan qiymat solig'i hisoblanmagan. Hozir aptekada ishchilar bilan qo'shilganda bu yerda 5 ta bo'lib berasiz, to'g'rimi? Aptekada nechta ishchi bor? Aptekada bitta o'zi. Aptekada bitta, bu yerda 5 ta. Hisobotda 4 ta berasiz. 4 ta? Yo, bittasi endi mana u registrator turgan emasku. Keldi, ketdi, hisob kitob bari shahardada. Qabulga yozish, sizga olingizga kirish oldin birinchi ularga uchrashadi. Keladi, uchrashadi, bag'rini kiysiz qabul qilasiz. Nima masalasi bo'ladigan bo'lsa. Gilamni shaharda o'zi ag'am ishchi bor, oylik berasiz-ku. Xodim sonini qayta hisobotga to'g'irlash kerak. Ikkinchi masalamiz kunlik tushumni topshirish kerak hisob raqamga. 25-mart kuni borganda bu xabarnoma. 3 kun muddat bilan jo'natganmiz buni. 10 kun muddat. 10 kun ichida bunga qayta hisobotga javob berish kerak. Men telefonga gaplashaman, qani? Gaplashasiz, komitaga borgan nomerlar bilan turibdi. Nomeringizni yozib olaymi? Bizning asosiy maqsadimiz kimnidir jazolash yoki faoliyatiga to'sqinlik qilish emas. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, soliqchi tadbirkorga ko'makchi bo'lishi shart. Biroq soliqdan qochish bu nafaqat davlatga, balki halol ishlayotgan, solig'ini vaqtida to'lab, yurt rivojiga hissa qo'shayotgan boshqa tadbirkorlarga nisbatan adolatsizlikdir. Yana bir ajablanarli holat, 79 ta korxona tomonidan 128 milliard so'mlik tovar aylanmasi amalga oshirilgan bo'lsa-da, bu yerda mehnat qilayotgan 400 nafarga yaqin ishchiga eng kam ish haqidan ham past maosh hisoblangan. Savol tug'iladi. Yuqori daromad ko'rayotgan tadbirkor nega o'z xodimining ijtimoiy himoyasini ta'minlamayapti? O'sha klinikangizda ishchilar xodim soni ham 2 kishi ko'rsatilgan. Hisobsiz bilan maslahatlashib 10 kun muddat ichida aniqlashtirilgan javob berishingizni so'rab qolamiz. To'lovda kamchiliklar yo'q. Yo'q. Хорошо. Bo'ldi. Mana shu muammo. Bu bo'yicha manzilli ishlar yuritilmoqda. Qolgan to'g'rilaymiz bu muammomiz. Shuningdek, dori vositalari aylanmasida ham sirli raqamlar ko'p. Ayrim muassasalar millionlab so'mlik mahsulot xarid qilib, uning atiga 23-25% ni rasmiy sotuvda ko'rsatgan xolos. Hatto 100 million so'mlik zamonaviy import texnikalariga ega klinikalarning yillik tushumi atiga bir necha million so'm bilan cheklanib qolmoqda. Bugun soliq idoralarida raqamlashtirish jarayoni shunday darajaga yetdiki, har bir yashirin harakat intellektual tahlil tizimida yaqqol ko'rinib turibdi. Biz risk tahlil asosida ishlayapmiz. Kim halol bo'lsa, unga tegmaymiz. Kim yashirin iqtisodiyotga intilsa, unga nisbatan qonun ustuvorligini ta'minlaymiz. Vrachga hozir Demit degan programmaga ulangan bo'ladimi? Vrachsiz. Ulanib bo'ldi o'zi. Har bittasini обязательно o'sha Demit bo'yicha natijani jo'natib turib, har bitta bemorga shunday qilasizlarmi? Yo'q, mana misol uchun retseptli dorilar bor. O'shalarga retsept berish shart. O'shalar Demit bo'yicha beriladi. Faqat retseptlarga, to'g'ri, shirkatning kodi bilan jo'nataverasiz. Buxgalterga aytasiz, hisobotni to'g'rilab beradi, 16 kishi bersin aka. Buni kassirlar ham bormi bu yerda? O'sha 16 dan ichida faqat hamshira yo vrach. Yo'q, o'sha hamma o'sha klinikada ishlaydigan hamma xodimlar o'sha. Buxgalter yo'q lekin. Buxgalter ham bor. Buxgalter ham bor. Men yana aniqlashtiraman o'sha xodimlar sonini. Ishchi soni keyin kassabarga va har bitta odamga chek urilish. Chek urilyapti. Chek o'zim uraman. Bugungi kunda soliq organlari tomonidan tahlika tahlil dasturi orqali har bir shubhali harakat masofadan turib kuzatib borilmoqda. Maqsad bitta: tadbirkorlik faoliyati shaffof bo'lsin va har bir so'm mablag' byudjetga to'g'ri yo'nalishi ta'minlansa bo'lgani.